Assalomu alaykum, o'zimizning Chorva YouTube kanali obunachilari, hurmatli qo'y boqishga ishqiboz bo'lgan akalar. Bugungi videomiz yangi partiya qo'zilarimiz kelgan. Sog'lig'i ham, qo'chqorlari ham juda ajoyib sifati bor narsalar. Shuning uchun sizlarga bir ilinib, tavsiya qilib video tayyorlashga qaror qildim. Juda ko'pchilik blogerlar bilan hali muomalamiz bor. Ular aytadi, o'zingni qo'yingni o'zing reklama qilsang sotuv bo'lmaydi deydi, bekorlar aytibchilar. Biz obunachilar olaman degani u o'zini qo'yimi boshqasimi narxi yengil bo'lsa olaveradi dedim. Chunki narxi yengil holatda qo'yib berishga harakat qilaman. Hop, videoni bunday qilaylik. Birinchi hozir 4 ta partiyamiz qo'zilarimiz bor. Shularni shunday ko'rsataman. Bilasizlar, men unaqa nima deydi? Ortiqcha maqtab, ortiqcha nima qilib o'tirmayman. Qo'yni ko'rsataman. Qo'y ma'qul kelsa, uyimga kelsalaring uyimga kelib yoki bo'lmasa video qilib ber alohida desalaring, alohida video qilib berib, sразу ishni bitiradigan odamman, dangalchi odamman. Qo'yni ko'rsatamiz. Undan keyin o'tgan kunlari ikkita kommentariya kelgan. Qo'ydi, mana katta qo'ylarimizni boqishni yemlash retseptini ayting deyishgan. O'sha retseptni bir qator aytib o'tib ketamiz. Xo'p, shunda o'pishga bir 7-8 minutlik video bo'ladi. Oxirigacha kuzatib turasizlar. Yoqsa bitta-bittadan like, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar, yaxshi maslahatlar bo'ladi. Kelishding o'rtoqlar. Unda hozir birinchi qo'yni ko'rsatamiz. Xo'p, o'rtoqlar, mana birinchi partiya qo'zilarimiz qo'chqor, hammasi qo'chqor. Shu jonivor tur. Mana ko'rishlaring mumkin. Badani shu chiroyli, mana ko'rib turibsizlar. Mana uchtasi ham dahshatda. Mana ular bo'ybasti ozgina yo'q, pashti bir xil ekanda. Badan ozgina mana ulardan farqi bor ekan, lekin hammasi boqaman degan odamga mana dahshat mashg'ul. Mana bo'lsa, olaman degan odamga hammasi bir partiyaga ham ketaveradi. Ishqibozi bo'lsa telefon qilinglar, kelaman desang, lokatsiya uzoqda bo'lsalang, alohida video qilib bo'ylarini o'lchab, alohida video qilib tashlab beramiz. Kelishding o'rtoqlar. Hop. Keyingi partiyamizni videoni uzmaymiz, sirrazi o'tib ketaveraman. Mana bu sog'liqlarga bir e'tibor beringlar. To'xtanglar. Qo'chqorlarimizning narxi bir joyga ketsa 3.800.000 so'mdan ketaveradi. Mana tanlab olamiz deysa, tanlashganiga qarab narxini kelishaveramiz. Yosh oyligi o'rtoqlar asli 6 oylikgacha chiqqan. Ichida mana shu qo'chqorimiz misol 6 oylikka chiqqan. Lekin bu jonivorni ichida bitta 5 oyliklari bor. O'shaning uchun 5 oylik plisga olaverasizlar. Hammasini ham kelishding o'rtoqlar. Sog'liqlarimiz jami 30 bosh. Tur jonivor. Jami 30 bosh. Sog'liqlarga bir e'tibor beringlar. Mana quyruqlari ochiq. Hammasi tik dumba. Xudo xolasa bular avgust kechirog'iga demayda sentyabrga xudo xolasa qo'chqorga qo'shadigan holatga kelaveradi. Quyruqlari ochiq. O'sha tobiga kelib qoladigan sog'liqlar hammasi ham. Bu yerda jami 30 bosh dedik. Mana yerda sig'maganiga 10 tasini bu yoqqa olib qo'yganmiz mana. Ko'rishlaring mumkin, kichkina yo boshqa emas. Hammasi chiroyli holatda. Bularning narxi ham hozir sog'liqqa talabgor bo'lyapti. Internetga chiqarilgandan sira sotilib ketib qolyapti. Shoshilinglar, olaman degan odamga kelishtirib berilaveradi. Shu yerda aytib o'tib ketay, bir haftaga yeb ichishiga, sog'liqlariga kafolatimiz bor. Yo'tal-po'tal bo'lib qolsa, yemay qolsa, ichmay qo'ysa, olib kelsalaring qaytarib o'rniga boshqasini beraveramiz. Dastlabkilarimiz Samarqand viloyatigacha Optimga kelishilaveradi. Jo'natilaveradi bizni cho'ntakdan. Undan kamiga kelishilgan holatda jo'natamiz. Hop. Endi o'rtoqlar, oxirgi partiyamiz sog'liqlarimiz narxini aytdimmi? Aytmadim shekilli. Sog'liqlar narxi ham
O'zi asli nari qo'chqorlarimizni soliq narxida qo'yib yuborganmiz. Bu ham 3 million 800 ming so'mdan olib bunga donaga olaman degan odamga kelishilgan holatda tanlashadi, kelishtirib beraveramiz. Endi bularimiz o'shalarni to'raliklari. O'rtoqlar mana narxi yengil, yoshlik ozgina kichkina. Chu jonivorlar. Yaqinda kelgan o'rtoqlar bugun hozir junlarini, yunglarini olganimizga bir yarim soat bo'lmadi. Shunga charchog'i bor bular qo'ylarni. Bularning narxi o'rtoqlar 3 million 300 ming so'mdan kelishtirib berilaveradi. Dastlabkasi boyagi aytganlarimiz bilan bir xil. Endi bu qo'ramizda bitta o'zi bor turgani bor edi. Kattaroq shu jonivor turchi. Mana qo'chqor endi o'zimizda qo'rada tug'ilib, o'zimizning qo'rada katta bo'lgan desa ham bo'laveradi. Shu qo'chqorni ham sotuvga chiqarib yuborganmiz. Buni sheriklarini kecha 5 million so'mdan sotdik. Bunisi qoldi. Olaman deganga berilaveradi bu. Ko'zlarni ko'rlangan, men ortiqcha maqtab yoki ha deb bag'dan video qilishga ham to'g'risi gap. Toqatim yetmay qoladi. Yoqtirgan bo'lsangiz telefon qiling. Kelaman desangiz eshigimiz ochiq. Uzoqdan telefon qilsangiz alohida video tayyorlab beramiz. Narxlarni kelishtirib beraveramiz. 3 million 300 ming so'mdan dedik. Narx muhim emas, telefon qiling kelishilaveradi. Kelishdikmi o'rtoqlar? Hop, endi videoning ikkinchi qismiga o'tsak. Retsept masalasi. Mana qo'ylarimiz ko'rib turibsizlar, juda vesi og'ir holatga yetib kelgan. Bularni yemlashda qaranglar, men azaldan pishirib berardim. Bir kunlik beradigan narsamni hozir ro'yxatini aytib beraman. Qarang, ertalabda bomdod namozdan keyin kelaman o'zim. Qish vaqti ozgina silos bo'lardi. Silosga somonni birga bir aralashtirib qo'yardim bir kun oldin. U nami bir-biriga o'tib, somon ham yumshoq holatga kelib qoladi. Ertalab haligidan beraman bir qo'r. Shu bilan 7:30-8larga 7:30-8lar oralig'ida yemini beraman, birinchi partiya yemini. U yem qanday bo'ladiki, qo'zilik holatidan to hozirga chiqquncha ishoninglar 100 gramdan bir mahaliga. Hozir mana 700-800 gramgacha yetib chiqqan. Oyma-oy vaqt o'tib ko'targancha qo'shib boriladi. Ammo birdan ko'p berib qo'ymanglar, bo'kib qolishi mumkin. Bo'kib qolsa, qo'y juda ham ozon holatga kelib qolishi, o'nglanmasligi ham mumkin. O'sha molni to'ygo'zi yeyishiga, qo'yni o'lishiga chidasang boq deydi. Hashagini yemini berdim 8da. Shu bilan qo'ylar yotadi, damini olib. Abitlarda 12-1 oralig'ida kelinadi. Bir qator qishda nima berdim? Mosh to'pon berdim. Yer yong'oq payani qirqilganidan berdim. Shu bilan to'rlarda ozgina yana beraman 12dan keyin, 1dan keyin kechga kelib 6-6:30larga kechki yemini beraman. Kechki yemini ham o'sha xom holatida 100 gramdan 700 gramgacha chiqdi. Hozir 700 gram edi. Bir mahaliga beriladi. Yeb bo'lgandan keyin yana ozgina nomigagina hozirgi momentda beda bilan yer yong'oq palakni aralashtirib qo'yaman, tengma-teng. O'shani beraman. Endi yemni qanday holatda beraman? Yemni 20% makka, 40% dan arpa bilan bug'doy. Tushunarliroq bo'lishi uchun 10 kilo yem pishirsam bir kunlikka. Shuni 2 kilosi makka, 4 kilosi bug'doy, 4 kilosi arpa bo'ladi. Shuni beraman pishirilgan holatda. Hozirgi momentda bir oy bo'lib qoldi. Quruq yem berishni boshlaganman. Mana oxirlarda hozir yemay qolib ketgan. Maydalangan holatdagi quruq yem. Nimaga bunaqa beryapman? Kun issiq qozonimizda yo bo'lmasa to'g'rida olib qo'yilgan bir mahalini berasiz, ikkinchi mahali bu yerda qoladi baribir. Har ertalabga alohida, kechga alohida pishirish imkoniyatini qila olmayapman. Qolgan yem issiqda aynib qolib, qo'yni oshqozonni buzadi.
Hop o'rtoqlar, videomizning o'zi vaqti 7 minut 8 minut bo'ladi. Ko'payib ketdi. Kimda qanaqa savol bo'lsa kommentariy uchun ochiqmiz. Videoni oxirigacha ko'rgan bo'lsangiz like'ni, kommentariyani ayamanglar, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar, yo'qotib qo'ymaslik uchun yaxshi foydali maslahatlar bo'ladi. Kelishdikmi? Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Alloh hammani chorvasiga baraka bersin.